Yoqali finkalarni kir mashinada yuvish qanchalik to'g'ri? Ko'pchilik kir mashinada yuvadi, lekin men yuvishni maslahat bermagan bo'lardim. Oqartirgich kiyimni chirtadimi? Ha, tolalarni sekin-sekin yemirib boradi. Kiyimlarni teskari o'girib yuvish kerak deyishadi. Bu to'g'rimi? Ha, bu kiyim rangini uzoqroq saqlab qolishiga yordam beradi. Kiyim olayotganda hamma materialga qaraydi. Bu to'g'rimi? Materialdan ham oldin choklari va mayda detal hamda aksessuarlarga ahamiyat berishni maslahat bergan bo'lardim. Bitta oddiy xudi ichida nechta detal bo'ladi? 10 tadan ham ko'p. Mato, rezinka, shnur, ip va yana ko'plab narsalar. 100% paxta har doim sifatli deganimi? Yo'q, paxtaning ham har xil turi bor. Kiyim qayerdan birinchi eskiradi? Yoqa va chokladan. Odam terlashiga kiyimlarning ham aloqasi bormi? Ha, ko'pincha sifatsiz matolar sabab bo'ladi. Qimmat kiyim birinchi nimasidan ajratish mumkin? Tugmachasida. Kiyimdagi uchburchak belgisi nimani bildiradi? Oqartirish mumkin yoki mumkin emasligini. Qora kiyimni quyoshda quritish mumkinmi? Yo'q, rangi oqarib ketishiga eng katta sabablardan biri shu. Kiyim yoqalarni cho'zilib ketishining asosiy sababi nima? Noto'g'ri yuvish birinchi bo'lib, keyin kiyib yechayotganda ham cho'zib tortib tashlash. Ko'p yoqali kiyimlar qichitadi deyishadi, bu to'g'rimi? Bu to'g'rimi yo'qmi bilmadim-u, lekin biz ishlab chiqargan yoqalar aniq qichitmaydi.